Leksimizi davamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Endiki leksimiz vatandaş. Leksiyeden birinci islaş 2024 yıl 4. ayının 23. günü. Hepteki seyşembe vatandaşım. Bu qatam sizlarga so'zlaydigan leksiyamiz albatta davomi. Yani Uyghur Qurultayının icraiya reisi Ömer Kanat Efendim bilen söhbet. Bunun üçüncüsü vatandaşım. Muşunu sözleşten avval men Almuta, O'rta Asiyada yaşayotgan Uyg'urlar, Qirg'iziston va O'zbekistonda yaşayotgan Uyg'urlar, shundaqla Turkiyada yaşayotgan Uyg'urlarning mush 2-3 gündən bir sözləyotgan sözlərimizdən ko'ngli g'ash bo'lmasligini yoki xato tushunib qolmasligini men sizlarga ilova qilish shaklida mundaq bir abzasni maxsus sizlar uchun mundaq bir abzasni sizlarning oldinglarga tashlaymiz vatandosh. Anlab qo'ying, ondan boshlaymiz qolgan leksiyani. Mundaq. Komitet, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari Avom palatasida qurilgan Jungo Amerika Favqulodda Raqobat Komiteti e'lon qilingan dokladda tunugillarning sizlarga Amerikada pul muomala organlari, ya'ni mablag' selish organlarining Uyg'uristonda Xitoy shirkatlariga, ya'ni Uyg'urlar ziyonkashlik qilayotgan Xitoy shirkatlariga mablag' solganligi to'g'risida shuna xabarlarni sizlarga yetkazdik, tahlil qildik 2-3 kundan beri. Bugün hem yani şunun devamı. Mesela 3. qatımlıq leksiya, yani Ömer Kanat Efendim bilen söhbet. Bunun burun mandak bir abzasını sizlerge tapşıray vatandaşlarım. Almata, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye'de yaşayotgan vatandaşlar. Karanlar bu komitet. Yani Favqulodda komitet. Dokladının ahırında eğer undaq bolmaydıyken milyonlagan Amerikalıklarning hayatı bo'yicha yig'ib to'plagan pullari Xitoy Xalq Cumhuriyatining harbiy ishlar taraqqiyotini va Uyg'ur qirg'inchiligini o'z ichiga olgan kishilik huquq dafsandichiliklarini davomli mablag' bilan ta'minlaydi. Ya'ni yuqorqi shirkatlarni cheklaydigan bir qonun tuzilmasa, bu shirkatlar yanala nima deydi? Qirg'inchilikni Uyg'ur qirg'inchiligini o'z ishiga olgan Jungo Xalq Jamhuriyatining harbiy ishlar taraqqiyotini yana mablag' bilan ta'minlaydi. Undan keyin avval sizlar diqqat qilgan bir jumlaga diqqat qilinglar. Milyonlagan amerikaliklarning hayoti bo'yicha yig'ib to'plagan pullari Xitoy Xalq Cumhuriyatining hayoti bo'yicha yig'ib to'plagan pullari, mush hayoti bo'yicha yig'ib to'plagan pullaridan siz shuni kutaylikki vatandosh, ham shuni sizni bilingki vatandosh. Demak, bu shirkatlarga mablag' solayotgan kishilar xususiy shirkatlar emas. Demak, bu yer nima deydi? Amerikaliklarning butun hayotini yig'ib to'plagan. Ya'ni Amerika bu davlatga bosh to'laydigan xalqning puli degandek menda so'zlayotdi vatandosh. Shundan qaraganda siz buni o'zingizning tasavvuriga iling. O'zingizning tafakkur yo'liga soling vatandoshim. Chunqur o'ylang. Bu ishlar mushundaq kunda shundaq bo'lishi kerak deb o'ylab, shundaq xulosa chiqaring vatandoshim. Hargiz buningda yoki undaq, yoki mundaq, yoki salbiy, yoki ko'ngilsiz xulosa chiqarib o'zingizni hargiz azoblamang. O'rta Osiyo, Almuta, Qirg'iziston, O'zbekistonda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlar, meni deganim bo'yicha tafakkur qilsanglar, bir yak o'zinglarning tafakkuri bilan bir nuqtaga yetib kelasizlar. Balki Alloh sizlarga to'g'ri nuqtaga yetib kelishni ravo ko'rsin vatandoshlarim. Hergiz başçı oylamang. Tunugun endi oltin savdosi kelgan vaqtida bu ish endi bir qadar murakkabroq. Nima ish desangiz, bu nuqul savdo. Nuqul hech qanday g'araz yoki siyosat aralashmagan nuqul savdo. Oltin savdosi tez dani şirket, bütün dünya tez yürüyüşlük şirket
Uyg'urning oltini bilan savdo qilyapti. Uning qarmog'idagi 27 ming tarmoq shirkat Uyg'urning oltini bilan savdo qilyapti. Endi bu noqul hodisa. Buning sababi nima vatandosh? Buning sababi o'zini vatanparvar chog'laydigan Jungo Kompartiyasi. O'zining vatanparvarligi uchun yaqinda qancha qonunlarni tuzib chiqib tarqitib, vatanparvarlikni ta'kidlayotgan Jungo Kompartiyasi hozir mustamlika Uyg'uristonga hukmronlik qilayotgan Jungo Kompartiyasi mustamlika Uyg'uristonning yer zamini va hamma narsa bulang-talang qilish uchun xalqaro jamiyatga echib etdi degan gap. Buningda nima deysiz? Xitoy xarakterining vatan degan xarakterning quruq ekanligini, quruq faqat xalq aldaydigan shior ekanligini bilasiz vatandosh. Mana shu yo'l bilan hozir o'zining mustamlikasi bo'lib turayotgan Uyg'uristonning yer zaminini dunyoviy shirkatlarning bulang-talang qilishiga tashlab berish degan bu Xitoy tabiati, Xitoy Kompartiya tabiatiga yarashgan ish. Nima uchun shuni qo'llandi? Bu yana ikki masala va vatandosh. Buni keyingi vaqtlarda so'zlaylik. Buga o'zimizning gapi kelaylik. Qani Umar Qanot apandim bilan suhbat. Buning mavzusi bundoq vatandosh. Xitoydagi organ atkazchiligini oshkorlash. Etang Gutman bilan maxsus suhbat. Mavzuli xabar 2024-yil 3-oyning 27-kuni Kinosiya Uyg'ur Tel Groupsida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerikalik hurmatga sazovor yozuvchi va kommunizm qurbonlari xotira fondi ning oliy tadqiqotchisi Etang Gutman yaqinda Amerika Davlat Majlisida Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarning ichki a'zolarini o'g'irlash va Uyg'urlarni qurbon qilish qilmishlari to'g'risida guvohlik berdi. 20 mart kuni Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Xitoy ishlari ijroiya komiteti ning uyushtirishida echilgan guvohlik yig'inida Etang Gutman apandi Xitoyning sistemlik organ ko'chirish jinoyatlarini qoyil qilarlik tekshirish va tadqiq qilish natijalari shundaqla bir qism dalillar bilan ta'minlab Xitoyning organ atkazchilik qilmishining Uyg'ur jamiyati ko'rsatgan ta'sirini alohida tilga oldi. Uning bu jihatdagi tajribasi va elib borgan tadqiqot natijasi Xitoydagi organ atkazchiligining orqasidagi murakkab mexanizmlarni yo'riqlikka chiqarib, begunoh kishilarga qilingan og'ir ziyonkashliklarni oshkorlab berdi. Radiomiz bu munosabat bilan Etang Gutman apandimni ziyorat qildi. Etang Gutmanning qarashicha Xitoy hokimiyatining majburiy organ ko'chirish jinoyatlari o'tgan asrning 90-yillarining o'ttirlarida Uyg'urlar ziyonkashlik qilish bilan boshlangan. Qachon boshlanib ketgan vatandosh? O'tgan asrning 90-yillarining o'ttirlarida boshlangan. Vaqtida Falun Gong muritlaridan elingan ichki organlarning Xitoydagi ehtiyojini qondir olmasligi, O'rta Sharqdan yoki musulmon davlatlaridan kelayotgan g'oyat zo'r sondagi halol ichki a'zolar talablari tufaylidan Uyg'urlar Xitoydagi organ atkazchiligining eng chong nishoniga aylangan edi. Etang Gutmanning tadqiqot natijasiga qaraganda Xitoyning majburiy organ ko'chirish ko'lami kishini hayron qoldiradigan darajada zo'r bo'lib, har yili taxminan 25 mingdan 50 minggacha 25 mingdan 50 minggacha Uyg'ur mahbus buning qurboniga aylanmoqda. Etang Gutmanning deyishicha ichki a'zolarni kesib olishning qurboni bo'lgan mahbuslarning to'g'ri va aniq bo'lgan sonliq ma'lumotiga erishish uchun ya'ni Etang Gutman nurg'unlagan to'sqinliklarga duch kelgan. U bu jarayonda lager shohidlari ta'minlagan guvohlik berishlarning
Xitayning Uyg'ur diyarida, ya'ni Uyg'uristonda davomlashtirayotgan eğer kishilik huquq nafsandichiligining haqiqatini bayqashda muhim rol o'ynaganligini ta'kidladi. Uyg'ur elida qirg'inchilikning xilma-xil shakllaridan boshqa endilik qirg'inchilik yoki shu vaqtda birlashib boshlangan qirg'inchilik ichki a'zolarni kesib bilish. Erkin Uyg'ur til gruppasida e'lon qilindi xabar mundaq boshlandi. Bu xabarning avtorini yozmay qo'yibdimi, kelar qatam aytib berasizlarga. Buni ko'rdik mana Umar Qanot apandi endi. Sizning mushu masalalarda mas'uliyatingiz bor demoqchi emasman Umar Qanot apandi. Men boshda aytdim sizlarga, sizlarning qo'lingizdan keladigan ishni mana qilinglar, anda qilib beringlar yigitlar deymiz. Qo'lingizdan kelmagan ishni sizlarga zorlamaymiz deb men boshda xuddi ultimatum topshirgandek aytib oldim Umar Qanot apandi. Endi hozir faoliyat degan o xilma-xil bo'lganlar chekdimi yo'q faoliyatga. Tashqi siyosatni ushlayapsınız Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat majlisining umumiy kayfiyatini uftyapsınız, tushunyapsınız da bu faoliyat shu doirada bo'ladi. Umar Qanot apandi. Endi men sizga demoqchi bo'lganim, qaragan mushu vaqa, mana mushuni aytang o'tman. Mushundaq doklad berdi, mushundaq angladik. Bu davlat majlisida bu doklad mushundaq berildi. Radioda ham bu doklad mushundaq e'lon qilindi, ko'rdik, angladik. Biz faoliyat qilayotgan odamlar davlat majlisiga kirib, siz o'zingiz taniydigan xohlagan bir davlat majlisi a'zosi, Majlis Avam palatasi, Milliy Kengash palatasi, siz taniydiganlar ko'p hozir. Munosabat doirangiz intayin keng. Bağlanış dairiniz intayin keng Umar Qanot apandi. Shular bilan o'tirib bir xususiy suhbatda yoki bo'lmasa yo'lda kelib o'tib, men o'tib 2 og'iz, 3 og'iz mushundaq deyishingiz mumkin edi. Masalan, biz mushundaq tugab ketamdik bir millat. Bir millatni mushu shaklda qirg'in qilib o'ltirib tugatsa, biz buning nima deyishimiz kerak? Amerika Davlat Majlisi nima deyish kerak? Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati nima deyish kerak degan mushundaq 2 jumla so'zni hozirgacha ya Avam palata a'zosidan qaysi bir kishiga va yoki Kengash palata a'zosidan qaysi bir kishiga so'zlab baqdingizmi Umar Qanot apandi? Sizden başka barlıq faoliyatchilar, aşağıya kirib chiqayotgan barlıq faoliyatchilar Uyg'ur millati mushu shaklda tugab ketish kerakmi? Xitoy Uyg'ur millatini mushu shaklda o'ltirib tugatish kerakmi deb bir savol qo'yib, xususiy suhbatlarda, shaxsiy suhbatlarda bir qatim mush so'zni aytib baqdingizmi Umar Qanot apandi? Buni talab qila olamiz. Bu inson qila oladigan ish Umar Qanot apandi. Bir vaqtlarda tor betlariga chiqib lobbichilik qanday bo'ldi, lobbichilik mundaq bo'ldi deb hikoya so'zildinglar Umar Qanot apandi. Mushu lobbichilik qatoridagi ish birisiga berib, bir Kengash palata a'zosining oldiga berib, ya Avam palata a'zosining oldiga berib, mushu xabarlar radioga chiqib bo'lib jamiyat tarqalib bo'lgandan keyin biz bir millat Uyg'urlar mushundaq o'ylab tugab ketamdik deb bir savol qo'yib baqdingizmi Umar Qanot apandi? Lobbichilik to'g'risida leksiya so'zildi. Efendim, lobbichilik o dollar bilan bo'ldigan lobbichilik. O sizlarning og'zinglardagidek unday oddiy lobbichilik emas. Hatta buni tanqidlab prezident Obama davrida buni amaldan qoldirishni ta'kidlagan. Shuningdek, qanday ish bo'ldi men uni bilmayman bu lobbichilikni. Agar siz lobbichilikni qila olsangiz, marhamat Umar Qanot apandi, shu lobbichilik ishida shunday ish bo'lgan ben sizga savol qo'ydim. Siz bir Kengash palata a'zosi va yoki bir Avam palata a'zosiga so'zlab, bu millat Uyg'ur mushunda tugab ketamdi degan bir savolni qo'yib baqdingizmi Umar Qanot apandi? Onun uchun balki siz o'ylamagan va yoki boshqalar o'ylamagan holda shunday bir savolni qo'yib boqay Umar Qanot apandi. Hindistonda 10 yil bo'ldi. 3 nafar aka-uka birodar Hindistonda turmada yotadi. Aka-uka 3 nafar birodar. Bu Hindistonning davlat boshlig'i Modini marhali mo'tadil
Bir adam, bir erkek adamda körün degentim, bu adam qip yalıngaçlı adam eken bu. Prezident dostu Vladimir Putin'den qilishmaydigan, reis Xi Jinping'den qilishmaydigan, aşırı yutadigan bir adam eken. Bu adam yaqında Kanadada bir şek milletiga mansub bo'lgan bir odamni o'q chiqarib o'ltirishga sababkor bo'ldi Hindiston. Shuningdan qaraganda uning demokratik davlat ekanligidan gumon qilishga to'g'ri keladi. Shundaq mustabid davlat bo'lgan holatda siz Amerikadagi buyuk bir davlat yashayotgan faoliyatchi hisoblangan Ömer Qanot apandi uyingizda sandalni o'rningizdan turib sandalni putingizga kiyib olib 2 qadam tashlab chiqsangiz Hindistonning elchixonasi bor. O'zingizning o'rni bor. Siz Dunyo Uyg'ur Qurultay ijroiya komitetining a'zosi. Ham bu ijroiya komitetining raisi ijro qiluvchi odam. Dunyo Uyg'ur Qurultayi nomidan Hindistonning bosh elchixonasiga berib, 3 nafar Uyg'urni qo'yib beringlar, ularda nima gunoh va nima ishga solab qo'yishlar. Deydigan shunda bir qiz gapni qilib vaqtingizmi? Hurmatli Ömer Qanot apandi. Anda men Pokiston dedim, Manitan Gutman etdi. Her yili 25 mingdan 50 mingga qadar Uyg'urning böriki, jigiri, öpkisi, tili hammasi kesib elinadi. Bu xalqaro atkaschilikka qatnashadi. Deb shunda aytibdi, her yili 25 mingdan 50 minggacha o'layotgan bir millat. Uni börek oldi, o'ldi degan gap, yurakni oldi, o'ldi degan gap. Tirik turg'izib o'ltirilayotgan va o'layotgan Uyg'ur bir millatning mushu son 25 mingdan 50 minggacha bir qog'ozga yozib Amerika Davlat Majlisidagi senator yoki Avam palata a'zosining birisining qo'liga topshirib, mushundaq o'lab tugaymizmi deb yozib vaqtingizmi, Ömer Qanot apandi? Ashnaq desangiz bo'ladi, Ömer Qanot apandi. Amerika'nın devlet siyaseti avval insanperverlik, onundaki siyasetçi mi? Amerika'nın devlet siyaseti avval insanperverlik, onundaki siyasetçi mi? Ben siz tekrarladım, ben demişsem, menden nurgun narsani, menden başka nurgun narsani bilirsiniz, Ömer Qanot apandi. Ben size koyduğum 3. katımlık sohbetimizde Itan Gutman. Itan Gutman'ın azı komünizm kurbanları. Tadqiqotchisi ekan Itan Gutman. Yana birisi var, yana bir xabarni yana bir qatam tayyorlaymiz Ömer Qanot apandi. Ondan keyin yana shu xabarning shu mazmuniga asosan siz bilan suhbat olib boramiz. Mana bugun siz bilan suhbat olib bir degan so'zimiz har yili 25 mingdan 50 minggacha mahbus yoki turmada yoki jazolarga yotgan Uyg'urlarning böreki, jigiri kesilip elinadi. Davlat Majlisi a'zolari Uyg'ur bir millat mushunda tugab ketish kerakmi bu dunyodan? Qurut qo'ng'izning bu dunyodan g'oyib bo'lishni xohlamaydigan Amerika xalqi bir millat Uyg'ur, bir odam Uyg'ur mushunda tugab ketish kerakmi deb bir savol qo'yib vaqtingizmi, Ömer Qanot apandi? Mana bugungi suhbatimiz shu sizga, Ömer Qanot apandi.